Akalar 15-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa Asaka O'zbekiston mol bozoridan barakalarimiz bo'ldi. Tirlovuz akamiz oldimizda. Akalar 55,5 mingdan baraka sherakalar xudo xolasa. Qachon boshlandi? Bismillahirrohmanirrohim. 55,5 mingdan. Taroziga. Haydi sheraka, haydi. Haydi. O jonivor. Xudo xolasa. Taroziga. Kerak 750 plus 750 minus bo'lishi ham mumkin. 750 atrof bilan turibman men. Tavakkal endi aka. Voy. $750 ya tavakkal. Ellikka bormi? Shunaqa. Ana 723. Allohim. 723 kilo. 55,5 mingdan barakamiz. Aka bu baraka bo'ldimi? O'tdik. Kela gigantimiz 753 kilo. 723. Sheraka o't jonivor. Aha. Yo'qma, mashalloh. Gapi akamiz 720 uryapti. Ukam yosh ekan, lekin tajriba bor. 720 uryapti. 723. Montalib ketsin ekan. Xudo saqlasin. Sheragalarga ham oson emas. 723. Bu o'zlari uchun interesga tortibdi akalar. Hozirgi muqam sheraga montarvar deb vahima qilishyapti. Akalar yana bir rossiyskiy gigantimiz baraka bo'ldi. 60 ming so'mdan beskitga taroziga. Voy. Jonivor. Go'zal. Mashalloh. Ikkinchi gigantimiz akalar. 800 plus. Mashalloh. Go'zal akalar. Bugun gigantlarimiz o'ta ham tez baraka bo'lyapti xudo xolasa. Videoni kuzatib borsangiz, bundan keyingisi ham chiqadi. Inshaalloh hammasini olishga harakat qilamiz aka. Bo'yvaslari 1.70 atrofi. Voy. Inshaalloh. Mana akalar oyoq qo'llar. Ko'rinishidan ko'rib ko'rasiz. Odam teng. Sotildi. 60 ta. Beskitga yo'q, hech qanday. 60 mingdan 800 ming qo'shib beradi. 200 ming ham apilus. Pilus 800 ming. Yo'l kirasimi? Zo'r. 60 mingdan beskitga 200 ming pilus qo'shib beradi. Yo'l kirasiga, hattasiga deganimiz. Mashalloh. Interesa ko'ramiz tashkilot chiqadi. Suvaylarini, go'shtlarini ko'rib turaylik akalar. Yettalar xudo xolasa. Birinchi barakalardan. Voy, chiroyli narx. Bo'lyapti yettalar xudo xolasa. Shvit nech pul oldi aka? Endi buni taroziga ketyapti. Mashalloh. Voy. Uzoq odam olmasam akalar. Taroziga sig'maydi, kameraga sig'maydi. $800 yo'q 10 kilo yo'q bo'lsa. O temirga tegib qolyapti aka. To'xtab turing. O yonboshni suryapti.
Ko'ring. Necha kilo? Necha kilo? Maşallah, bizlar tarozi olib qolibdi, bu deysizlar, akalar. 800 kilo. Mo'ljallon. Vay. Akalar, xudo xolasa natija yaxshi. Vay. 802 kilo chiqdi akalar. Asaka O'zbekiston mol bozoridamiz. Xudo xolasa Shvedni bir qator ko'rib qo'yasizlar, hali savdo qilinmadi shu. Egasi kelman deb aytilyapti. O orqadagi qora variantini savdo qilgan, savdosi qizil 64 mingdan pul ekan. Sotilmayapti. 900 plus. Xudo xolasa Alloh adashtirmasa. Akalar 3 yillik mehnat ekan. 3 yillik. Jayda nima oldi bolasi ekan, urug' shunaqa chiqib qolgan ekan. O'ta ham go'zal chiqqan ekan, Alloh xolasa 64 mingdan savdo bo'lyapti. Shunaqa joylari ham bor akalar videoda. 900 atrofida, Alloh alam. O'zachi necha pul oldi aka? Sotilar ekan. Sotilar ekan. Maza qilinglar akalar, 3 yil sabr qilib baqqaniga rahmat. Kattaligi, bahaybatligi o'ta ham bahaybat. Maniga buqamiz. Yangi keldi bu. Aseskimiz yangi keldi. Qanaqa ekan endi? Inshaalloh. Uchta o'ta ham go'zal. Chiroyli buqalarimiz. Inshaalloh. Video qolib o'zim ham tomoshaga o'tib ketyapman. 64 dan berilmayapti, savdosi bo'lyapti mana. 3 jaydarim endi urug'dan akalar. Nariga rasisk. Inshaalloh. Buni ham bitta tomosha ko'rib beraylik akalar. Hali savdosi bilan. Hojaga? Shu yerda egasi yo'q. Yo sotilgan, yo sotilmagan. Hali egasi yo'q. Ko'pchilikdan so'radik. Bir kishi kelib savdo qilganini ko'ribman ertalabdan. Sizning talimiz. Ogi savdo bo'lyapti. Bu aka buni qancha qilishdi oxiri? 60 dan. 60 dan. Ekan 60 dan savdo qilyapti. Kilosini bitta tushib qo'yasizlar kommentariyaga akalar. Ko'zlar narxlar bo'lyapti, xudo xolasa. 60 mingdan savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum. Shu yerda egasi yo'q aka. Hali egasi kelmadi. Ko'pchilik kimlar ekan bu aka? Egasi ketdi buni javonida. Baylab ketdi, ertalabdan beri kelgan. 60 mingdan savdo bo'lyapti. Ha. Bundan savdo bo'lyapti. Hali gibridda juda qiziqishyapti. Narigi rossiyskiy qancha savdo bo'ldi aka? O'rtadagi 80 milliondan haytilyapti, 60 million so'm pul berildi. turishiga. 80 milliondan hatto 60 millionga so'ralyapti narigi gibridimiz akalar. Rossiyskiy paroda. Akalar bozorda bitta bo'lgan shivitimizni yuklayapmiz. Bu ko'taradimi ish qilib aka buni? Vay, bahaybatligini. Mashinamiz baquvvatasa bo'ldi, xudo xolasa. Akalar 1 tonna 70 kilo ekan, 1 tonna. Oxyorda Rustamjon akamiz qo'staxonasiga so'ylar ekan, xudo xolasa har kuni shunaqa moldan bittadan ketadi deb aytayapti. 109 mingdan go'shini so'yib olishga 70 kilo ekan, 1 tonna keldi akalar. Vay. Ha. 930 kilo keldi aka. Bo'yinlarini ko'raylik. Bo'yinlarini. Mashaalloh, Asaka mol bozorida bitta bo'lib turgan shitimiz Rustamjon akamning qo'staxonasiga baraka bo'ldi, xudo xolasa. Arzon joy kanalimizda ko'rasizlar. Xudo xolasa 970 kilo. Trivesa 600 kilo yoq-yog'ida qiladi deb taxmin qilinyapti. Vay, mana Angus kelyaptimi? Tortiribdi aka. 970 kilo keldi. Nech pul oldi aka bu? 37, arzon bo'pti. 37 ga vaqti arzon bo'pti akalar. Go'zal narx bo'pti. Mana bu 1 tonnalikdan hayol uzmaymiz akalar. 109 mingdan shunaqa gigant buqa bog'yotgan akalarimizga tashlab qo'yamiz. Maşallah, mashinani ham yo'q qilib beryapti. 970 kilo chiqqan akalar. Vesi.
Bitta itokni hisoblab qo'yamiz. Bunaqa svetlardan ham ko'ringlar. Sichqon teri. 20,5 pul berishyapti ekan. 25 narx aytilyapti. 20,5. Savdo bo'lyapti. Bu va suvaylari xudo xolasa go'zal. Chiroyli narsa. Xudo xolasa. 20,5 so'ralyapti bozorda. Chiq. Mana bu o'ta ham sho'x ekan. Akamiz yo'q boryapti. Necha pulga berman deydilar? 22 ga? 22 yaxshi narx bo'pti-ku. Ha. 22. Akalar qizilimiz. Ko'ringlarchi. Boyaga necha pulga bermading buni? 19,5. 19. Akalar 19 pul qilishibdi. 19 ga berilmabdi akalar. Chiroyli narsa edi ekan. Mana suyak oyoqlari. Xohlasa. Mana savdo bo'lyapti qattiq. Aka bozorlar bersin. Ahmed. Savdo bo'l. Necha pul oldi aka? Mari qizim. Necha pul oldi aka? Qaysi? Uni nariga yoz, baraka bo'lgan. 18,400. 18,400 ga baraka bo'ldi akalar. Boqmalarga tortamiz. Asaka mol bozori, O'zbekiston mol bozori 15-yanvar. 18,100 xudo xolasa yaxshi narx bo'ldi. Buni qancha qilishyapti aka? 18,5 qilishyapti. 18,5 ga berilmayapti. Kelar. Inshaalloh. 18,5 ga berilmayapti. Ikkalasini bo'yi teng bir xil edi. Bunisi go'shtliroq, suvaliroq. 18,5 ga berildi. 18,400 ga bunisi baraka bo'ldi. Xolasa chiroyli baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Robbimiz baraka bersin. Nechpul? Necha pul berishyapti bu aka? Necha? Nima oldi aka, baraka? 19 ga 8 oldimi? 28. 21 ga yetgan. Ha, 2 ham 21 oldi akalar. Yengil barakalarni ertalabda. Oq tunshuk. Chiroyli narsalardan ekan akalar. Suvalik, tonlari ham o'ta go'zal narsa ekan. 20,800 mingga. 200 kam, 20,800 mingga baraka bo'ldi. Boka buni qancha qilishdi? 18. 18,5 ga berilmadi. Akalar bunisi 18,5 ga berilmadi. Mana oyoq qo'llar 18,5 ga. Sağ. Yemeyin. Bunu bermadingizmi aka? Sotilmadimi? Sotildi? Ha. Mana turganiga. 28 ga. Akamlarga, baqmalarga baraka bo'ldi xolos. Akalarga. Bu qanchaga o'tdi aka? 18? Ha, 18 ma'dagidan yo'qmi ikkitadi bittasi. 18 to'r. 18 to'ri hozirgi qizil akalar. To'radi, deyman. Ha, bo'ldi. 17 ga beraverasiz. Qarqal beryapti. Hafta bo'ldi bo'ladi. 7 ga sotmaydi-mi? 8 Savdo bo'lyapti akalar. o'ziga qiyin.